Şahzoda Samandar. Cho'chak. Qo'lingni tart. Dal shu chog'da Xonish Gulambar yugurgan peti kirib kelibdi va Rashida bilan Jallodning orasiga kirib, Rashidani quchoqlab turib. Rahim qilsizlar olilari. G'azablarga hoybasilar. Shahzodani men so'zga kirgizay. Qo'llarini qonga bo'yimag'aylar. Shu yerga yetgandimi shahzodaning meni afo qiling shoh ota, men xato qildim demaganligini o'ylab g'azib teshib turgan podshoh Xonishning bu ishga aralashayotganligini ko'rib, teximi terikibdi va Xonishga vaqirabdi. Nima qilyapsiz Xonish? Bir chetga o'ting. Siz aralashmagan shu ish qoldimi endi? Bugun hech kim meni to'siman demisin. Jallod, darhol buyruqimni ijro qil. Xonish yana Jallodni to'sib olib, Namanshahga yolvoribdi. Biroq shahzodaning butqa o'xshash lamjim demay turishlariga qarshi Xonishning to'xtamay yolvorishi Namanshahni texmi asabiylashtiribdi. Endi buyruqimni ijro qilmasang, senimi qo'shib jazolayman, deb vaqirabdi podshoh Jallodga. Jallod yana bir qitim qilichini egiz ko'tiribdi. Hech qanday amal qilinmagan Xonish Gulambar oxiri Rashidaning ustiga o'zini tashlab turib shunday debdi. Olilari, bu sizning qizlari. Bu gapni anglagan Jallod bir podshohga, bir Xonishga qarab turib qopdi. Nima? Jallodni chiqaribsizlar olilari. Hamma gapni sizlarga birma-bir aytib beraman. Rashidamo beshini ko'tirib Xonishga qarab hangvi qilib turib qopdi. Bu ishlarni ko'rib turgan o'ng qo'l vazir asta kaynichi qadam ilib bu yerdan yiroqlashibdi. Xonish podshohning har qanday jazosiga tayyorlik ko'rib qo'ygandek tamkinlik bilan usti beshni tuzashtirib, Rashidaning qo'llarini yeshib, yuzlarini silab, manglay sochlarini barmoqlari bilan taragandan keyin kayniga burilib, o'zining tushuncha berishni kutib turgan shahzoda bilan Namanshah qarab, yana ko'zlari yoshlanibdi va alam bilan hikoyasini boshlabdi. Dadasi bilan qachonlarda bu ishni planlaganligidan tortib, bovoqlarni almashtirgan jarayon. Rashidaning peshonasidagi xol, Rashidaning qayta paydo bo'lishi, vazirning u qizni o'ltirishga odam avatganligi va bugungi ishlog'icha hammasini tafsili so'zlab beribdi. O'zining 16 yildan beri oldinib kelganligini bilgan Namanshah o'zini xuddi suvdan elinib o'tqa, o'tdan elinib suvga selinayotgandek bearam bo'pti. Tikanlik o'rindiqda o'ltirayotgandek tipirlab ketibdi. Xonishning so'zlari oxirlashganda podshoh birdan jimib qoldi. Ondan o'rindan turib muhofizatchilar beshini chaqiribdi va Xonish shahzoda Rashida uchun hech qanday taraddud qilmasdan zindonga tashlashni, o'ng qo'l vazirni tutib kelib kallasini elishni amr qildi. Osmonning qarida uchib o'tib, tuyuqsizlik yerga tashlab etilgandek bechora holga tushib qolgan kichik Samandar barcha heyli mikri o'ttirg'i chiqib, kishilar oldida yalang'ochlanib qolgandek iztirobga tushgan Xonish bir qo'nchoq kabi almashtirib etilganligidan nomus va azob his qilgan Rashida hech biri bir eg'iz e'tiroz bildirmasdan beshni to'ban silib, muhofizatchilarga bo'ysunib zindonga qarab mengibdi. Ularga mahbus kiyimi kiydirilib, putiga ishkal selingan holda bir-biriga yondash 3 kameraga ayrim-ayrim solinibdi. Xonish tamga yo'langunicha tinsiz o'ltiribdi. Rashida bilan kichik Samandar bir pas jimmida o'ltirgandan keyin yig'lab ketibdi. Xonish bo'lish uchun ishki bolani o'z ota-onasidan ayırdingiz shundoqmi? Xonish bo'lish uchun bir podshohni, bir davlatni aldab keldingiz shundoqmi? Shoh otam, Faraz, men nimalarni deb shurayman? Peshamshanning podshohi Namanshah haqiqatan shafqatli odam ekan. U sizni dorga ezishga hukm qilsa-mu chorangiz yo'q edi. Xonish ona, men yana ozdim. Ota-onasining kimligini bilmaydigan bir bechora qo'man. Men sizni shuncha yil ona deb keldim.
To'g'ri, siz meni boqdingiz, qo'g'didingiz, ko'ngil bo'lib asırdingiz. Lekin aslida men bir sizning qo'lingizga bir o'yinchiqman xolos. Men bu izzat hurmat ichida, tavardurdin ichida, oltin kumush ichida yashab ketdim. Biroq o'z qizingiz Rashidachu, siz uningga yuz kelmaysiz. Sizmi bir ona bo'ldingizmi? Kichik samandarning bu so'zlari go'yo xonishning quloqiga kirmagandek chiroyida qilchilik o'zgarish bo'lmabdi. Bir ig'iz gapmi qilmabdi. O'ng qo'l vazir hech yerdan tepilmabdi. U yillardan beri yiqqan oltin kumushlarini elib, allaqachon o'rnidan chiqib, qayoqlag'ida qechib ketgan ekan. Hurmatli anglarman. Ular zindonda birdam ilgirki xatoliklarning jazosini ozroq bo'lsa-mu tatqashtirsin. Biz So'lqul vazir Sardarbek va Gulambarning tuyg'ulariga o'rtoqlashaylik. Bu ishdan xabar topgan So'lqul vazir yugurgunicha Sardarbekning sariyiga beribdi va bo'lgan ishlarni Sardarbek bilan Gulambarga hayajon bilan so'zlab beribdi. Taqdir naqadar adolatli-a? Qarang Gulambar, shuncha yildan umid bilan kutganimizning behuda emasligini bilatdim. Samandar podshohning o'g'li bo'lmasa, haqiqiy samandarning bir yerda yashayotganligi va uning pat ordi keladiganligi aniq. Buningga menmi shaksiz ishinaman. Ko'nglim to'yib turdi. O'g'lim ancha yiroq bo'lmagan bir yerda bor. Faqat men uni topolmayotman. U yenimda bo'lsa-la, uning shohlik taxtiga o'ltirishini arzu qilmaydim. So'lqul vazir hammaylarning ko'nglidagi o'rtaq andishni bayon aylabdi. Shu topda Samandarning 17 yoshga to'ladigan vaqti bo'lib qoldi. Ishlar bu yerga yetganda u qanday shaklda o'tirg'a chiqa? Buni albatta hech kim tasavvur qilolmaydi. Ularni suhbatini davom etib tursin. O'rdi darvozasi oldida biraylan jidal qilayotgandek qiladi. Biz nemish bo'lganligini bilib boqaylik. Aslida Rashidaning dadisi bilan opisi qizini topolmay, boshqalardan surishti qilib, uning kichik Samandar bilan billa o'rdiga kirib ketganligini anglab, bu yerga kelgan ekan. Ularni haydabmi ketkizanmagan darvozavallar bu ishni podshohga ma'lum qilibdi. Texi o'ziga kelanmagan Namanshoh qayerda kim jidal chiqarsa hech nimani surishti qilmasdan zindonga tashlashni buyuribdi. Shuning bilan Rashidaning dadisi bilan opsimi zindonga tashlanibdi. Shu tariqada bir necha kun o'tibdi. Namanshoh alam dastidan ishchiga cho'kib, qobulxonag'imi chiqmay, o'jirsiga bekinib o'ltiribdi. Bir kuni Namanshoh bir chaparman yugurib kelib, podshohga o'rdidan hayvonlarni elib qechib ketgan odamning tepilganligini aytibdi. Podshoh u odamni darhol tutib kelib, o'rdi yomiliga topshirishni buyuribdi va uni o'zi bir qo'lliq so'roq qildiganligini aytibdi. Aslida shuncha vaqtdan beri bu voqeani ching tutib surishti qilishga o'rinlashtirilgan jazo vazoratining xodimlari o'rmonlikni kesib o'tadigan daryo bo'yidagi beliqchilar mahallasida Sodir beliqchi deyiladigan birining 17-18 yoshlardagi bir o'g'lining borligi va bu bolaning hayvonlar bilan nihoyatda qo'yiq orlashib o'tadiganligi, hayvonlarga bakmi kuyindiganligi. Ayni vaqtda shahzodaga saroy soldirmoqchi bo'lganda maymunlar bilan birga jidal chiqargan bolaningmi shu ishkanligini bilgandan keyin o'rdiga kirib hayvonlarni qochirib o'tgan odamningmi dal shu bola ishkanligiga hukm qilgan ekan. Ular podshohning oqtirish va tutish buyrug'ini topshirib olgandan keyin darhol Sodir beliqchining uyini tepib beribdi. Bu chog'da Samandar o'rmonlikqa kirib ketgan ekan. Tuyuqsiz eshik qiqilibdi. Zahra berib eshikni ochibdi. Bu Sodir beliqchining uyimi? Debdi
savut dobulga kiyib dümbisiga o'qiya yeniga qilich asqan bir necha odamdan biri. Shundoq, nima ishinglar bor? Aqtırlar! Odamlar takallupsizla uyga kirib, uyan bu yoqqa qarashqa boshlabdi. Sodir Beliqchi ishkirki uydan chiqib so'rabdi. Nimani izlayapsizlar? Sodir Beliqchi degan senmi? Shundoq. Bir ish bo'ldimi? Darhol o'g'lini bizga topshir. Nimishqa? O'g'lim nimish qipti? O'g'lingni Xuqbiyani orduga kirib, sherik hayvonlarni qochirayotganda gumon qilyapmiz. Xonning yorligi bo'yicha uni Yamulga ep berish uchun keldik. Kim qanday qarshilik qildi ekan, o'xshashla jazoga mahkum bo'ladi. Tushundim. Taqsirlar. Mening bu ishdan xabarim bor. O'g'lim bir o'rmon erkisi. U hozir yo'q. Nega ketganini biz bilmaymiz. O bek erki uyg'unib qolgan. Odatda uydan chiqib ketsa, haftalab kirmaydi. Bu ishda men ayiblik. Uni yaxshi tarbiyalayamadim. O texi jinoiy jazo qabul qilish yeshig'i to'shmadi. Bu ahvolda dadisi bo'lgan men bu mas'uliyatni ustimga olishim kerak. Yağmulga meni ip beringlar. O'zim qilgan gunohga o'zim ega. Ular o'zlariga bosh qilingan kishiga tikilib, uning hukm chiqarishini kutibdi. Qayda bo'yicha aytganda, bola 17 yoshga to'shmagan bo'lsa, albatta uning qilgan xatoligi ota-onasiga hisob bo'lish kerak. Bu odamni aytmanglar. Sodir Beliqchining qo'llari bog'lanib, yalab elib menilibdi. Zahra dod faryod urib yig'lashga boshlabdi. Undaq qilmanglar. Uni ip ketmanglar. U shundoq deginicha kelib, Sodir Beliqchiga esilibdi. Onasi, sabr qilinglar. Hamon bir kunim shundoq bir kunning keldiganligini burilib biletdim. O'zinglarni yaxshi asranglar. O'g'limga mening uni to'lim yaxshi ko'rdiganligimni aytib qo'yinglar. Aman bo'lsak yana ko'rishimiz. Chidamliq bo'linglar. Ko'nglinglarni buzmanglar. Yaxshi tilaklarim har vaqt sizlar bilan birga. Sodir Beliqchi shu gaplarni aytib vedolashibdi. Zahra ularning kaynidan yig'lab, yugurib agashgan bo'lsa-mu, qo'shni ayollardan bir nechasi chiqib, uningga tasalli berib tutib qopdi. Sodir Beliqchi Yamulga ep kelinibdi. O'g'il farzandlik bo'lish orzusi bilan bir mahal qanotlanib, birdilla paru bolalari, yana qanot quyruqlari yulib tashlangan qushdek bo'lib qilib, alamlari ichiga patmayotgan Namansha bu qop yurak o'g'rini o'zi so'roq qilib, jazolash orqali ochchig'ini ozroq bo'lsin chiqarmoqchi bo'ldi. Va haybat bilan so'roqxonaga kirib, tizlantirib qo'yilgan Sodir Beliqchiga nafratlik bir qarab qo'yib, so'roqni boshlabdi. Isming nima? Sodir. Sen nima degan nachar bir dodisan? O'g'lim kichikkina turib o'rdiga yo'shirinchi kirishga petinibdi. Tex taptatmasdan mening net 100 ming tillaga yaraydigan, kam uchraydigan qimmatli hayvonlarimni ep qechibdi. Buning qanchalik og'ir jinoyat ekanligini bilmamsan? Bilaman xon oliylari. Biroq dadillik to'g'riliq sizlarning meni ayblashga salohiyatlari to'shmaydi. Shahzodalarning o'rmonlikqa o't qo'yib, tuman minglagan daldiraq, jonivorlarning, hatto odamlarning jiniga zomin bo'lishi oldida mening o'g'limning qilganlari hech nima emas. Sen nima dedim? Menga til tekkizishga petnimatan? Men faqat rost gapni dedim. E'tirof qilish qilmaslik o'zlarining vijdoniga bog'liq. Sen buni 50'lari urunla, azra qo'shin topsin. Darrichilar Sodir Beliqchini kaltaklashga boshlabdi. Aslida salomatligi ancha yaxshi bo'lmagan, uning ustiga yeshimi 60 ga berib qolgan Sodir Beliqchi darriga bardoshlik beramabdi. Namanshohning ochchig'ida bergan buyruqi Sodir Beliqchining jinini opdi.